Söyleyen Nazır. Assalamu alaikum. Hürmetli aziz qarindoshlar. Hammalarninki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Men Shvetsiyadagi Stokholmga tug'ilib Hamiddan hammalarga qutlug' salom. Aziz qarindoshlarim, hammalarninki ro'ziyating muborak bo'lsin. Chiroyli ro'za Ramazonlarni chiqarib olganlarga ro'ziyatlar bilan men ozroq aldirashib ketdim. Shuning bilan nim qilib bo'lmadim, naq maydonga chiqib bo'lmadim. Bugün şu asli 8'de başlamıştım. 9'da bugün keçede işleydiken ben 9'dan ettigen saatten attıkça 5 keçe 5:20 geç işleydiken ben şununla hazır baldırak başlayıp baldırak tüyütey dedim. Ben bir yerdeki hazır birinci noktada sözlemek çoğunum şu Amerika'da turuşluk Virginia ştatındaki yani Bronco Dünya Uyghur Kurultayı'nınki sabık reisi Rabia Kadir Xanım'ınki yoldaşı Sıdık Hacım'a. Nim qilmoqchidim. Sıdık Hacım ben qaysi kun yana bir video ishlabsiz ko'rdim. Konu paydaga tushibsiz yana. Aldınqı videolarınızdan ben kunda aldınqı chiqima, keyingi chiqima, anda qilmay deb Zumrat Tursunalimizga bir xil shahvani turdagi bir yeshingizga tushliq kelmagan bir paralarni qilib ekansiz. Shuningga men bu odam sal endi yashagan chog'da axlat xot o'xshash Makkadagi bu shu bir erjalab keldi dedim sizning hisobda. Bir nomussizga bu dedim endi. Chunki biz emas, men emas, ya'ni Zumrat adimiz endi shu Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llaydigan Muşu bir türküm bir insanlar var. Siz belki kömeslikiniz mümkün olanı her xil O'rta Osiyodan yoki başka bizni belki sizlar to'liq tushunib ketemasliklaringiz mümkün. Lekin bizni qo'llaydigan nurg'un insonlar var. Chunki biz achchig'imiz ichimizga patmagan chog'da shunday chiqib ketib qoladi. Agar davoni chiroyli qila olaymi? Mushular bek og'zini buzib ketdi yoki manda desa biz Zumratdan bilan ekronni bo'shatib biz chiqib ketamiz. Yaxshi bir molla chiqib qilamdi, yo ziyoli chiqib qilamdi, yo xiyoli chiqib qilamdi va yoki o't yurak vatanparvar chiqib qilamdi. Shu tuzuq qila olsa, hammasini shu chiroyli yo'lda olib keta olsa, biz sahnani bo'shatib beramiz. Shaxsan Zumrat Tursunadimizniki 3 bolasi va o'zining oilasining ishi va o'qishi va ish xizmati va Onundan sırt vatan davasının işlerini kılıp atqanlar var, yardım ağırlıklarını davalap atqanlar var, yetim misir Abdüveriyasındaki bala qaravatqan işler var. O bəhcə, ondan yani sen dep gelsek iş bəhcə. Şununla sıdıqacı siz depkensiz işte aldığınızı çıkay, keyningi çıkay, o bu dep. Ben sizden aldığınızı çıktım, erkek perdesiga, siz menin aldığımı çıkın. Siz Rabia Kadir Xanım qaysi davanı setib etdi. Bu qaysi nimish qondaq deysizlar bu debsizlar siz unda bo'lsa bu Rabia Kadir Xanım vatan davosini qilmagan bu vatanimiz bo'lmagan bo'lsa qaysi vataning va yoki undaq debsiz. Bizniki qaysi vatanning davosini qildi unda bo'lsa. Amerika hukumatı nimada Rabia Kadirni Xitoyning qo'lidan qutuldirib ochiqdi. Nim maqsadlar bilan ochiqdi, lekin Rabia Xanım nimalarni qildi? Bu tegishli savol. Rabia Kadir Xanımni Amerikadagi qaysi kuchlar Sharq Turkistonning mustaqilligini qilamdikin deb ochiqqan bo'lsa, Rabia Kadir Xanım chiqib nima ishlarni qildi? Nima rasvochiliklarni qildi? Xalqaro matbuotlarda bo'lsin, Dunyo Uyg'ur Qurultayining torbatlarida bo'lsin, kishilik huquq projektlarida bo'lsin, mushu vazifaga o'tagan mazgillar nima ishlarni qilmadi? Shaxsan 2017 dan 2018 gacha bo'lgan oraliqda qasddan Dunyo Uyg'ur Qurultayida jidal chiqarib Dolqin hesabida urushib 2017'de Xitoy uchiq shaklda lagerga odam so'layotgan vaqtida davoni tüp yıldızda şu chog'da boshlamay 2018 palonchi million odamni so'lab bo'lgan vaqtida anandan keyin chiqib Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki nimasida shu Yevropa parlamentining birinchi qitim namoyishini shu yerda boshladi. O'ng'ichilik oraliqda Xitoyninki Uyg'urlarni solib olish uchun so'layotgan vaqtida Rabia Kadir Dolqin Aysa bilan Dunyo Uyg'ur Qurultayida o'rin talashib, unsiz jidallarni qilib, nurg'un vaqtni, bir yil vaqtni bekor o'tkazib Xitoyga yo'l ochib berdi. Biz bilamiz, hamma ishlarga diqqat qilaylik, ham bundan keyin diqqat qilamiz. Biz bundan keyin unda qo'yib atmaymiz bu da'voning ishlarini. Hech qachon biz buda tashlab atmaymiz hamda.
Şahsen ata-onamizning ishini nima qilamiz, millatning ishini nima qilamiz, da'voning ishini nima qilamiz, qo'ymichinikini nima qilamiz. Qandalan bo'lsa, millatning qarshisiga chiqib qolgan bo'lsa, zaminning qarshisiga chiqib qolgan bo'lsa, biz bundan keyin chiqib qilamiz. Biz bu ishlarni qilishga tayyor, biz bu yo'lga kirdik, hamda bu yo'ldan chiqib ketmaymiz. Hamda qarindoshlar, bu shu Sidiq hoji debdi, bular shu Bilal İbrahim Turkistoninikida mushtaq kameralarni o'rnatib qo'yib turib, nima qilib turib, Anchantanga avatib, Sidiq hoji bu Anchantanga avatgan o qiladigan ishlar, o sizlarning qurultayning ishligi, o ko'g'ani sizlarningki o yo'llaringlar. Biz undaq ishlarni qilmaymiz, biz undaq ishplas ishlarni. Biz undaq ishlarni qilgan bo'lsak, bizning ota-onamiz hargiz turmaning ichida o'tolmaydi. Biz Xitoy degan yo'lda mangan bo'lsak, biz hargiz bundaq dapsanda eg'ir, haqoratga qoladigan, bundaq qilqindak ota-onamiz 6 yildan beri turmada yotgan ishlarni qilmaymiz. Mana sizlar aldab keldinglar. Yillardan beri xotiningiz dunyodan tilamchilik qilib pul tepadi, siz yeb yotdingiz, yog'an obzorni yozib, "Hurmatli vatandoshim, mana bu yerda nima deydi, diqqat qiling vatandoshim, andaq vatandoshim, mandaq vatandoshim" deb quruq so'skini siz bu yoqda obzor o'qib, ayolingiz oyoqda avtonom tilab, kishilik huquq tilab, ene dedim puli ilib, butun dunyodan pul yig'ib, tijoratning ishi bilan shu Uyg'urni setiblam keldinglar, boshqa hech qanday ish qilmadinglar. Bizning kamera qo'yilib, Anchantanga avatib. Sidiq hojim Rabia Qodirninki States Departmentgacha qo'li yetdi ekan-ku. Shvetsiyaga dison raport yo'lisin, tug'liq hamid chiqib shunda qilyotdi, dunyo Uyg'ur qurultayini tillayotdi, qo'limda andaq sifatim bor deyotdi, munda deyotdi. Bu shunda ish bo'ldi, o bu deb danglar. WeChatlarimizdan tortib, bizning telefonlarimizni akirib, men qo'shqo'llab bermayman. Men tekshirib baqamishni, biz suzib baqamishning ichidan nima chiqadi ekan, men qaysi Anchanting. Menga Anchantingga mening oldimga odam chiqirib bergan odam bor. Meni degan ishlatmoqchi bo'lib, o'zicha top chiqirib bermoqchi bo'lib, va fikam sen endi tanishtirib qo'ydim, o'zi keladigan bo'ldi. Qanday qilsam deb biz shu yo'lga kirmagan, tushundingmi? Biz shunda ishplas ishlarni qilmagan. Shuningga men ekran oldiga chiqib, ba yo'qni yo'q dalalaymiz. Shvetsiya bexatarlik idorasini dalalaymiz, Amerikaning oldida dalalaymiz. Dunyodagi har qanday saqchi bo'lamdi, har qanday hukumat bo'lamdi, biz telefonimizni tashlab bera olamiz. Biz millat sotmadik, biz vatan sotmadik, qora pul yumudik. Sen xalqninki, ballarininki, navarlarininki Vesturyonda almashtirgan pullar, unda qilgan, bunda qilgan ishlarni surishtirib kelgan bo'lsak, Eyle Germaniyaning yevrosi chiqadi, eyle Avstraliyaning dollari chiqadi. O'zing bilsan, nima ishlarni qilganingni yaqaysan. Shuning men Sidiq hojimga yaxshi taklif berganim, Sidiq hojim sizni Zumrat Tursun hadimiz Rabia Qodir xonimni ekranning oldiga chiqargan ekan, siz Rabia Qodir xonimni qo'yib bering. Er kishi ikkimizning gapini deyishimiz. Men sizga ko'p savol tashildim-ku. Vatanning bormi seninki, qaysi vataning bor, Rabia Qodir qaysi vatanni setibatdi degan chaqsa, vatan bo'lmas, qaysi davoni qildi, unda bo'lsa deb men sana savol qo'ydim. Sen savollarga javob ber. Yoki aeroplan bilet elib kelib arayalishinglar. Shvetsiyaniki qaysi to'shga kirsanglar, mana men bo'ladi. Men sizlar bilan birga kirish beraman. Telefonimda tashxisi bo'ldi, uyimni bosdim. Uyimni mening kirib tashxisim bo'ladi, bank kartalarimni tashxisi bo'ladi, oylik manbalarimni, kirim manbalarim, hamma narsani tashxisi bo'ladi. Shundaq gaplar. Shuningga eliqindak shahvoniy tetqisiz paranglarni o'zingizninki qizidak odamga siz qilmasligingiz kerak. To'g'ri? Rabia Qodirni biz tilladik, Zumrat Tursunimiz tilladim, men tilladim, lekin sizning xotiningiz o'zi nima ish qildi? O'zi quzatlarni va boshqalarni ish qilib, o munda qilibdi, unda qilibdi, munda qilibdi, xoin o bu deb top-toplab tashlab, axlan yerusa tekkandan keyin sen chiq oldimizga dedik. Bo'lmasa sening temangga biz kirib baqmagan. Sen ma'noni obdan bo'l. Sen o'zingning nima ish qilayotganini sen o'zing bilmay qoladigan o'xshaysan. Sizlar ara yozishinglar. İkincisi, Norvegiyadaki Abduvali Ayub, şu Erkin Abdullah to'g'riliq bir narsalarni qilib, yana bir jidal chiqarishning puraqlarini qilibdi. Men qarindoshlar, mening o'zimninki shaxsan men deydiganim, Erkin Abdullah bir vatandagi bir al-suygan san'atkor bo'lgan. Uningdan bo'lak bir hech qanday bir qilib baqqan bir ishi yo'q. Chatalga chiqqandan keyin tashkilot ishlagan odam emas, vatan davosini asla qilib baqqan bir bola emas. O'zining getlarini chelib, o'zining naqsini yetib yurgan bir odam.
Abduvali Ayıp yaqindagi Norvegiyadagi roziyetlik nimada yoki molla qarimakashlamda bir o'zinglar oldinglar keltirib baqsanglar bo'ladi. Masjidning ichida opor-topor qilishib o'ynab yurgan, masjidning shu ishchilarida shu etliq bazma o'tkazgan, aningdan keyin atlikka Shvetsiyada mushu Nabija ala qatorliq Dunyo Uyg'ur qurultayiniki mayli hozir 3 tashkilot bo'ldi. 4 birisi yana bir Biduttaj akamizniki uninkini hozir o'tib ketay atlab, yana birisi Ma'rif, yana birisi Shvetsiya Uyg'ur komiteti, yana birisi Ma'vo Baxtinur bilan Nabija ala Dunyo Uyg'ur qurultayining podaxchiligini qilamiz deb qurib olgan bir 3-tashkilot. Ati hamda ashada 8-isla Dunyo Uyg'ur qurultayini yetlik bazmasiga ham Dolqin Aysa keladi ekan, shuni kutib olish uchunga o'tkazayotgan bir bazm ekan. Vatanda hozir Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki, vatanninki, bizningki kishilik huquq tashkilotimiz deb baqa vaqtida Xitoy nima ish qildi? Xitoy Qashqarning oldida Itkada Xansu Uyg'ur demay hammasini xabarlari chiqibdi. Men shu o'qigan bo'yicha qildim. Ashada samo o'ynatgan bo'lsa, teshida yetlik bazmidan o'rinlashtirib, ishchidagi parallel mengib, balkim buni xalq bilmasligi mumkin. Oddiylan birnim desak, va nimishki bular madaniyatimizga qarshi chiqdi, nimishki bular bundaq narsani to'siydi deyishinglar mumkin. Menmi shundaq o'yinga amroq, naqsh etishga amroq, uslublashga amroq, menmi shunda bir faoliyatchan bo'ldim, lekin men bir 2 yil bo'lib qoldi, o'zimni tatdim. O'ynasammi do'stlarim bilan o'ynayman. Sizlar bir tashkilotning nomidan yig'ilib, unda uya-buya dumboq chelib, dumbotaran qilib, anda qilib yursanglar, ammo o'yqi qirg'inchilik uchrayotgan millat nim bo'lgan deb undan keyin haq qo'ngida kuladimush davlatdagilar. Uningdagi yana bir narsa nima desanglar, Xitoy mana mayadim baxtli yashayotdi bular. Ama teşidim baxtli yashayotdi deb, ay o'zinglarning ichidagi shu faoliyatni qilganlar shuni Facebookga chiqarishlar, uni tushirib oldi. Uni Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki tardini oqida Xitoy hukumat ko'studi va bular mana bu erkiy qirg'inchilik uchirgan bo'lsa, bular degan yig'lab ko'chaga chiqatdi, bu biz hech nima qilmadik. Bir ishki odamninkini ham shundaq bir tutqandiq. Shu bir ishki odamning jidili va biz ular jiq odamni o'ltirmadik, buni bular o'ynayotdiq deb ashularni ko'studi. Nimishga amaliyotda bu planlarning suiqasdlarining keyinda Dunyo Uyg'ur qurultayininki iflos aql ambardagilar mush planlarni tuzdi. Tuzib, undan keyin bularni har bir davlatlarda ashta kichik o'zlarining og'ziga qaraydigan tashkilotlar bor. Ular azroq pul berdi, ular uni usullarni qo'ydi, uni buni qildi, rasmlarga tushdi, yog'larni ko'k bayroq vatanning musiqalarini uni buni qilgan bo'lib, veb taqib o'tkazib yetiblar. Uni undan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayi, albatta Dunyo Uyg'ur qurultayi eni deb albatta uni. Va adam shuni ular biz bunda faoliyat qilyapmiz, ani qilyapmiz, mana qilyapmiz deb tushundirdi. Ammo buning tegidagi eng nuqtaliq masala mushundaq vaqtda kimningki uyga berib choy o'ynasanglar o'zinglarning erkinligi, biroz zalni ilib o'ynasanglar bo'ladi, lekin bir tashkilotning kayni yurib opor-topor qilib, Shvetsiyalik aziz qarindoshlar, balkim sizlarningki ba'zilaringlarningki kirgan bo'lishi mumkin, ba'zilaringlarning kirmagan bo'lishi mumkin, lekin vijdoninglarni bir tarozining ustiga qo'yib yiqinglar. O'ynasanglarmi, zal ilib, o'ynab, yazliq faoliyat qilib, piknik qilib, kebab pishirib yeb, naqsul qilsanglarmi, o'zini yo'lda qilsanglarmi, lekin bir tashkilotga agishib, ularning daqi-dumbig'ini qilganinglar bilan qarindoshlar, amaliyotda sizlar Xitoy kompartiyasiga parallel holatda vatanning ichidagi anda Qashqarning oldida u yerda bu yerda qo'yayotgan bilan matashida ma'lum shunda qilib sizlar bir ashlarga bo'lib bilmay gunohsiga sherik bo'layotgan yoki ashlarga sizlar bir parallel holatda sherik bo'lib berayotgandek bir ahvolninki yuz berayotganini nihoyat qo'rqinchli siyosatdagi ya'ni shekar yotilgan bombaninki tuyg'usini sizlar o'zinglar his qilolmayapsizlar. Shuningga nima uchun ashundaq faoliyatlarni ashundaq qilib to'g'rilarga qo'yib o'ynasanglar, o'zinglar o'ynab rasm qo'yib shaxsiy qilsanglar bo'ladi. Lekin masjidlarning ichida ibodat qilgan yerlarda mushta vaqtda haliqi mollalar pichimbe kesib bersanglar bo'ladi. Ko'rdinglar, o'zinglar ko'ryapsizlar. Jimmada turib olmay. Aningdan keyin qarindoshlar og'zini buzdi deysizlar. Qog'zini buzmay qanday qilamizlar deb yiqinglar. Mushu darajada ishplasliklar, mushu darajada vayronchiliklar vatanning ichida, mushu darajada vizimin setib etilgan bo'lsa, bu da'vo rast da'vo bo'lgansa, mushunda qilalamda Xitoy.
berib kelganlarninkining ichidami ilinib qolganlari bor, tashkilotning ichidami ilinib qolganlar bor, sodida ilinib qolgan, tashkilotning boshlari, o'rlari ko'sardan ilinib qolgan, ayollarmi ko'sardan ilinib qolgan, buzuqchilik qilgan. Xitoy bir-birisining zanjirsini hammasinikini bir-birisinikini biladi. Masalan, Dolqin Aysaniki Nuritlik bo'ladi, Nuritlikniki Dilshod Rashid bo'ladi, Dilshod Rashidnikini Aysa Alipnikin bo'ladi, unikini Erkin Akram bo'ladi, yana birsiniki ashunda qilib bularni chambar chas qilib hech qanday yerga ama urushida bularning ichida bir jidallar bor. Ama yana eng oxirgi tubki masala kelgan chog'da bular o'tirib, yana shu mustaqillikqa, yana mushundaq narsalarga ziyonkashlik qila oladi. Lekin hargiz bular zimin irqiy qirg'inchilikdan chiqolmaydi. Shuningga hozirgi mushu Abduvali Oyib efendimga deydig'ini, mushularni siz mushu muajiratga mushundaq narsani qamchilab yozmay, o Erkin Abdullah'nınki nima ishi var onunki tillig'idek hamda shaxsan mening o'ylaganimda u bir tashkilotchi emas. O nima qilsa o'zining ishi u. Sening ma tashkilotingdagilar nima ish qotidi? Noritlikning gitar chaqalarini ko'midingmi Xitoylarning oldida? Dolqin Aysaning madaniyat festivali deganni ko'midingmi? Butunlay hammada naqshi muzika hammani qilib. Endi eliqi bir nimasini topolmasang, bir nimasini bir nim qil degandek o'zingning ichidagilarga teganmay, xalqning ichida ham jidal boshlab. Bu jidal har yili basan chiqarsan ishda. Jo'xaylining ishdi. Ağzını buzmay, mushlarni, muajirat kishilarni chiroyli tartib salalaydigan ishinglar bo'lsa, Zumrat adash ikkimiz kudi ko'pimiz yig'ishtirib kirib ketdimiz. Meningmi qildigan ishim bor, meningmi turmush quradigan ishlarim bor. O'zimga tushli xizmatim bor. O'zimga tushli xizmatim bor. O'zimga tushli ishlarim bor meningki. O adashning o'ziga tushli ishlari bor. Sizlar og'zinglarni buzmay chiroyli ep men baqsanglar bo'lmamdi. Hammanglar o'yin ko'rib o'tirdi ekansizlar bu yerda. Shu og'zimni buzg'ayani ko'may o'tkazmas, ko'ma deb tursam, qitim soni 4000 dan 5000 dan eshib ketdi ekan. YouTube'dami 4-5 ming bo'lib ketdi ekan, Facebook'dami. Ko'ma og'zimni buzma desammi, qiladi ekansan go'ylar. Unda bo'lganiki chidaysa yo'qmasa, bizning ota-onamizga til haqorat, bizning adlarimizga til haqorat kelgan vaqtida sen haq nima ishlasang tarbiya bermaysan. Men mishta qurultaynashim, mishta bo'ldi degan vaqtida hammasi jimmidi qulg'in yo'pirib oldi. Dolqin Aysa yoki tashkilotdan birasiga fikam nima deyapsan sen? Akila u bu men nimani ko'rib baqaysan, dadingni men anglab baqay. Bu nima ishib ketdi bu? Deb birishkanmay ishtirni qo'yib etib, Odil Chinarda yana bir nimada hamda bir taldan sotqa chiqib baqaysanglar, bir taldan iqtisod bilan to'lam to'ltib sundirib etma gunohlardan bir yaringni va shu igildirib etma. Odil Chinar yana bir nimlaring, yana bir qandaqlaring nanalardan chiqib atqa tutib oldim, bilib oldim kimligingni shunday qilaman. Anandan keyin qanasan yana 5 mollaga pul berib qilib baqqansan qayerdan kelib qayerdan qilayotganligini biz ashuni xo'jayinlaringga avatimiz. Xalqni bunda odam yollab tillatyotidi, buzg'unchilik qilyotidi, mushning pul berib sen ishlatyapsan deb. Sarang odam yo'q hozir, hamma qonun bilan butun bu davlatlarda hamma narsa bizning fikr qilish erkinligimiz bor, biz degan xalq, bizning tashkilotimiz yo'q. Biz tashkilot ishlab baqqan emas. Men ishlab baqqan, Zumradada ishlab baqqan emas. Ko'rgan biz bu narsalarni. Onda o'g'andan keyin xalq bilim deganniki chidab o'tirsa, quvonib qilib, xatolig'ing bormi? Xatolig'ing bor. Tuzdalamsan, tuzdanmaysan, qilayotganlarning kayindan pichoq urmaysan. O'zingning ishni qilib ketaversa, yo bo'lmasa, Dolqin Aysanmi dunyo Uyg'ur qo'lidagilar oldiga chiqsa. Ya aziz millatim, xalqim, biz mush kishilik huquq bilan, mush avtonomlikka kirmasangmi, kishilik huquq bilan mush diniy erkinlikni qila oladiganmiz. Sizlar qo'linglardan kelsizlar qilinglar. Biz mushni qilib kelgan, biz cho'ng kuchlarga Xitoyga mushuni va'da bergan, biz ma'noni chiqarsak, biz rasvo bo'lamiz yoki manda bo'lamiz deb rost gapni chiqib, pichimni kesib etib, kirib ketdi. Sen haqlarni nomus qilishmaysan-ku, nomus nimang darajangda ishib ketgan bir yerlardan. Mushu ishlar bo'yicha, har qanday mushundaq ishlar bo'yicha hamma narsa vatanning ichida bo'layotgan narsalar bilan hamma narsa sirtidagi hammasi bir-birisiga uloqdan parallel olib ketyapti. Hech qanday ish yo'q. Undan keyin mana Amerikadagi Elizayt Mirzayt voy seni petition to'plab Amerikaga kirgizmaymiz deb to'g'ri bir narsani yozib yurganda. Voy seni Madinayadan bodiy manda qilib etdi deganda. Nima ish qilib etadi Madinayadan?
Sen nima ish qilib meni kirgizolmaydigan qila oldingmi? Ha? Oy deb degan yezib o'kini qarsam, Dilyar Musaboyniki bir yerida men to'liqni tillab baqmadim debsa. Am sana nima deymiz hamda? Ha? Am sanmig'u bir vaqt bir cho'ng odam emas hamda. Ha, sen bir bomoning bir Xitoyning bomoligini qilgan birning pushti kelsa, asli bir Xitoyning bomo. Opangda vijdon bo'lsa, seniki bir Xitoyning bomoligini qilam degan o'yrekda ashning uyda yetib qopib, yeyishib, vatandagi xizmatsiz ishlarini ash o'rinlashtirib. Bir Xitoyning bomoligini qilam deya, bo'pti, xoinnikini qilsin, Umar Qanotnikini, Madinanikini qilsin. Ama Xitoynikini nima qilamdi deb. Sen texi Ukrainaning bayrog'ini ko'tarib olib, yana oldiga chiqib kar xiyoli do'lting ava xiyol. Latqasqas yeriming Tatar, yeriming Xitoy go'y. Sening vataning bo'lmagan bilan biz Uyg'ur Sharq Turkistonliklarning vatani sen bizni kamsitadigan yoki bizni vatanimizni dafsanda qiladigan sen hech qanday onangning haqqi yo'q. Onangning haqqi yo'q seninki. Tushundingmi? Bir Xitoy bo'lmagan. O dunyoda ko'rayotganda ko'giligini qanday bo'layotganini men demasammi? Voy petisiyon toplayma. Voy seni Amerika kirgizamay qo'yitma. Yo o bu qilamadingmi? Kirmag'o qana qilsa. Qilamadingmi? Ishxona qilamadingmi? Amerika kirgizaytamayman qilamadingmi? Petisiyon toplay. Madinaga adam kapto sen sotqib beribdi. Voy shumliq. Voy sotdikilar Xitoy nima saqchilarda ketdi. Bu Xitoydan vakshik. Men saqchilardan so'rdim, bunday ish yo'q ekan-ku. Ben saqchilardan so'rdim-ku, unday ish yo'q ekan-ku. Sen bu sana hamisiga javob bersan, sen o'chirib yetiblar, tugidi bu ish desang, tugamaydi. Kanadadagi Abdulaziz Abiyamon bir videoni avatib qo'yibdi. Men bo'ldi Facebook'im chiqmayman, WhatsApp'im so'zlamayman bu deb. So'zla, tazobdan so'zla, iliqi haq yegan tayoqninki bosh ko'zini akab, sening bosh ko'zing inshaalloh mushtab ketsa bu Kanada konsuldan vatiqani chiqarib etmas seningga. Sen menga o'lim tahdid qilding bir qonunning beshini avatib. Hem de çıkıp kaynıngi siyipsen o acayip noncu oğalvaltın ko sen Hotellarını depsendik gibi etadigan. Hotellarının mal mülügünü bulaydigan. Rabia anam dep meydan görüp çıkıdigan. Çıkmam sen de. Kaynıngi siyipsen ko. Kaynıngi siyişinge nem sebep çok kaldı. Kanun senin işigini tak etip çekmeye akşamda. Sen bana işen, sen Avrupaga men seni kirgizmas qilib yetalayman desam, Abdulaziz sen bana işen. Lekin men seni unda qilmayman. Nimishga? Sen kelma dedim Shvetsiyaga, men seni Shvetsiyaga kutib olman. Chunki sen mening onamga haqorat qilding. Mening turmadagi opamni sen oyoq o'tamiding. Sen otamay turib, mening opamni sen yo'qolan ko'chadagi ayollarga chiqartding. Men seni Shvetsiyaga cho'qim sen kelme, anda qilma dedim, kelsa. Kelmaydigan bo'lsang, Bursadagi jalab qizingning butun narsani top WhatsApp toplar vatiqasini chiqarib etmas seniki. Qo'panmas qilib etmayman seni. Tushundingmi? Ayollarga kuching yetidi. Gulshan Abduqodirga kuching yetidi. Zaynoraning singlisi Zarifaga kuching yetidi. Kanadadagi ağayning uyiga tamoq chaqirib, voy Abdulaziz ağaynam kelibdi, xalqning xotinini bulab ket. Men ular uchun so'zlamayman, ba'nasini so'zlayapman. Chunki agar bola, bolalaringning DNA'sini tashiysin, mening bolam emas deb, shiplas qo'y. Ajoyib nochiliklarga ketib baratding go, kuni bugun siyibsan go kayningga. Siyma oldinga mang. Sen tixi, Ilzatlan ishki manq sho'plar birsan bomoning kuchtiki birsan Xitoyning oshpizi bir yerdagi ishking maqot men bilan o'ynayman yoki Zumrat odam bilan aytishma degicha qo'ngni qisib balangni beqib o'zingning ishini qilish. Tushunishdingmi? Nuri Tulka sanmi shu o'zing pilollarni tuzib, Beg'it Bilolojim Ibrohim Turkistonga teqalbaqlarni kiygizib, bizni yo'ga pakirib toza shu Eliqi abşarkilerin arqılıq eniqlik uzub, onu qilib, qancha pul yordam qilgan deb bizni yo'ga pakirib, biz unda o'yinlarga tushmaymiz seninki. Bizning davlatniki istixborotning o'rinlari hamma narsada xabari bor. Biz deb turamiz. Biz o'zimizni qonun bilan qo'g'lab turamiz. Biz insonparvarlik bilan yordam qilamiz. Insonparvarlik bilan bir Uyg'urning bolasiga ega chiqamiz. Hamma ishni nima qilamiz? Ammo biz qonun bilan davlatlarning oldidan o'tib qo'yib turib, hatto biz o'zimizniki bir puncha urg'unimizning hisobotini berib qo'yib turib qilamiz.
Şu. Başında gaplar. Sen xalqning ki şu bir ay Ramazanның içinde tek Arabiya kadar bir çıraylık öttü. Qaysi Ramazan bir çıraylık öttü? Sana çıraylık öttü mü şu Ramazan? Ha? Mening Mahmudjon balamni anda qilib etdim, anda qilib etdi. Go'y, xalqning mashinasi qayerga to'xtatilgan? Sen qayerda? Sening Mahmudjon balang qayerdan keldi? Unda qilma deb vang bir qo'yib xalqning go'shtini yerib etib, xalqni urib, o kishi 20 yildan beri xalqning hayotini vayron qilib etdi, teydigan qalpoqni kiygizib. Ma Allohning qudrati bilan 10 yildan keyin abalaningki o'zi kelib sotdi jo'lab beribdi. O aşağıda degan o Abdulazizlar degan o Izzat degan elas chiqib degan o ma töhmat quvvatida bunda demir xabar chiqibdi g'ana andirish ko'ri degan yozibdi g'ana. Unimi poqibdi. Unimi vayronini chiqiribdi. Xitoyning odamlarining kelsa, hamma odamning shu poqolida shu. Unimi poqibdi. Men undayliqi Elisa andirish ko'ri mening ishim yo'q ular men qo'rqmayman. O sen xalq çoğun bilip ketken bile ben çoğun bilmem ama Elisa Hanım'ın ötkeni degen. Nakşi etdiğin bir Uygurca Amerikalı ayol var. Su Uygur projektide işlep yer pul jig'ib bundoq ne gapirsiz pulni. Ben savol qo'yishga qo'rqim bor meniki. Amerikaning prezident o'tkazma mana da'vo bizning Sharq Turkistonning Uyg'urning da'vosi. Bo'ladi. Davlat cho'ng davlatlarning manfaati uchun o'ynab bersak bo'ldi, ammo biz jalab qo'yib bersak bo'lmaydi, bularning quchuqida yig'naydigan. Qizsiz bo'lish kerak. Bo'lmasa, hammadan petition to'plab kirib ketsin bo'ldi vatanga. Bo'ldi. Bunda yağan davanı qilib, vatanning ichidami qanaq quzib, teshidami qanaq quzgandan Sidiq Hoji dedi, vatanning bormi seniki qaysi vataning? Unda vatanimiz bo'lmasa, unda yağan davanı qilgandan petitiondan birini to'plab, Xi Jinpingga avatib, bo'ldi, Xi Jinping ma yağan dava bu. Biz sendan qo'rqtoqsa yomon kelsa, biz bu qilmayli bo'ldi, bizning yo'limizni ichivat, ota-onamizni qo'yib deb, ya ma yo'lni tutish kerak. Ya bo'lmasa mustaqillikni qilish kerak. Nima o tugilmagan yo oyoqdaqdan uyaga berib, mashinaning xobi shansini ichib atlasni otiblar meni to'chalabpa. Uni qilayotgan ekan kash yotoqda akish izlaydigan uyaga bo'lsa. Nima o? Unda o'z petitionni to'plab bitta Uyg'urlarni maqsad yetkazayli. Bizga chiroyli avtonom ber unda bo'lsa. Biz qilmaydi ekanmiz bu teshiliklar qonun tukiga. Ota-onamizni qo'yib bo'ldi, eshiklarni echib biz kirib chiqayli. Bizga normal hayotni ber, biz shuni talab qilaylik deb, ma'ni qil bo'lmasa haq. Ya bo'lmasa, mustaqillikni quvani qisib o'tirib qil. Ya, oradan davoni qilgan bilan, Xitoy teqalpig'ini kesib turib, milliy bo'lganchiliklarni qilib turib, vatanning ichiliklarni qirib ketyapti. Ammo vatanning ichiliklar, ammo teshliklarni nima qilyaptini bilmay ketpardi. Ma'vu eng ichinishli haqiqat bo'layotgani shu. Ahmaq qilinayotgan, butunlay ahmaq qilinayotgan. Adam deganninki degan bir yo'li bo'ldi, bir nishoni bo'ldi, bir g'oyasi bo'ldi. Şunun o'xshash gap qarindoshlar. Ashfaqlar degan shu Ramazonlar degan, ay shunda o Izzatlar degan chiqib, shu Abdulazizlar degan chiqib vayron qilyapti to'g'rini. Biz chin tumagan bo'lsak, balaga 15 yillik planni qilib, nimalarni qilib qo'yadiganini o'zinglar bilasizlar. O katta xalqningki bir hayot katta degan gap. Bu katta degan gap. Biz muajiratdagi bir tal Uyg'ur balasiga ega chiqamisak, bir imonli, bir omdan bir yurayotgan balaga, o'zining ishini qilib yurgan balaga, ashonimi tillab degan o'zi chiqdi, atgan sotidan keyin chiqib o'zi gaqildi, o'zi tushuntirdi bo'lgan ishlarni. Men bir gapni yag'an qilgan bo'lsam-ki yoki rasqona men on degan gaplarni men andirish ko'radigan yezib chiqibdi-ku maqol qilib. Men uni ishim bor, andirish ko'ray bo'lamdi. Yana bir nom bo'lamdi. Bizning millatimizni so'ygan chatarlik do'stlar, bizning vatanimizni so'ygan, bizning mustaqilligimizni qo'llagan do'stlar, bizning do'stlarimiz. Uningdan boshqa har qanday Xitoy bilan savdosini buningdan keyin savdosini qilish uchun, niyat maqsadlarga yetish uchun yaqin kelmaymiz. Ner turimiz. Sanoqli bo'lsinmi, shu sapaliq bo'lgan yaxshi. Unda sanoqsiz unda qalaymaqan kuchlarning oldiga berib, o'ynab, mana bu bo'lib ketgan da'vo shu. Menimi degan o qani Amerika kirgizmayman, petition to'playman, uni qilma, buni qilma, unda qay. Voy Madinaga odam keldi, seni saq chiqib beradigan bo'ldi. Unda qilgan bo'ldi, manda qilgan bo'ldi. Voy bu deb nima qilaldi? Nishni men dedim-ku men. Madina bo'ldimki, qanday sabr bo'g'ra bilan munosabat qilib, sen meni sotib tutpaq, putungni yema dedim-ku, putung seni bo'lmaligini qilma deb.
Qani? Ben mi senden bir so'rab baqaylik, sen mi isbotingni chiqir. Ketgandan qani Madinadan, qani suat. Qani shu saqchi Shvetsiyaniki. Qani Bakram Tursunman. U ondan hep ketgan Bakram Tursun ne o maraban ondan ketgan. Qani shular. Chiqib yishmadim qo'y hammani. Chiqsin. Sotqi chiqamdi. Nega chiqmamdi? Shu chaq ko'mamdi qani. Yağın gapni taqtib torda Xitoyning zuvaniga o'xshash. Dolqin Aysa apandim 8-ishlar Shvetsiyaga kelib yetibsiz. Rozitliq bir faoliyatingiz o'tgan, undan keyin Shvetsiyaning tashqi ishlar uning bilan ko'rishga o'xshaysiz. Agar imkon bo'lsa Shvetsiya bexatarlik idorasiga bir vaqt elib, ko'rishib, videolarimni tarjima qilib berib qo'ysangiz bo'ladi. Pulinglar jiqqo qurultayninki. Basanglar bo'ladi. Elaqa Dilshod Rashidga eji qizmi sotqi berma, ani qilma deb sizga debdikan-ku, bu da kelgan chog'da ishqana sotqi beringlar. Ya Dilshod Rashid degan go'y. Sen texmi meni sotqi berma demay. Sen o'zingninki quvonlikka poqqa qara, tushundingmi? Sen men senga bir maxfiyatlikni deb beray. Sen hozirgacha bilmagan bo'lsang bo'lib ol. Va sening opangni qara Xitoy o'tamagan, sening opangni sening dadang o'tagan, tushundingmi? Mana sen obdan bilib ol. Sening dadang va sening uyingdagi vahshiy mehnat, sening opang va uyingning ichidagi vahshiy mehnatchiliklarni, dadangning mehnatchiliklarini bilib ketgachga, dadang planlab, dadang o'tagan sening opangni. Cumhuriyatninkimi raislarni, shu Urumchidagi donliq yaxshi odamlarning hammasi sening dadang qaslab o'tagan. Shuning uchun doktorxonaning yonjangsligini tutib ujigan. Sana deb beraysan bilmasan. Sen vaqitim Dolqin Aysa keladi, fursatni qo'ldan bermay, Dilshod Rashid, Dolqin Aysa, Nabijon Ala, Bakram Tursun saqchiga kiramsizlar, bexatarlik kiramsizlar. Ma bir fursatga kirib berib elinglar, juma. Berib elinglar. Juma? Berib elinglar. Fursat ketib qolsa kammaydi. Dilshod Rashid, uningdan keyin men sen bilan seninki har bir ayolingninki oq ko'rinishi sen bilan ayrim sening daftaringni ochib, sen bilan aningdan keyin oldimizdagi oylarda, oldimizdagi vaqtlarda sening hikoyangni o'qiyman. Sening iliqi bo'rtalaliq Mongol meyaliki men tanishtirib qo'ygan bala nimaga malanga kelib ketib turdi, kimlar malanga kelib ketib turdi. Germaniyadagi qo'lchilik Dolqin degan bilan munosabating, pullaring kelib turadigan. Sen bilan hisobotchiq qilishadigan. Sen aldirmay tutdi. Sening texi daftaring ochildigan yerga kelmadi. Tushundingmi? Sen texi qusadigan narsang jiq seninki. Aldirmay qustirma seni. Ammaqning bamaki bor degan gap bor. Shuningga oldin qaytam ilaqa, o Dolqin Aysa, o men badim o shum deb ketibsa texi. Qonun tikugoy. Badim men uni sotqa, Dolqin dunyo uyg'ur qiltin tilda, bunda. Hey. Da, sotqa. Men sening shu sotingni bir kutib o'tiray. Anandagi ishimiz bir obdan deyishaylar, ha. Juma? Hurmatli Dilshod apandim. Shunday gaplar. Dolqin Aysa apandim, sizmi shu maqitim kelgan chog'da fursatni qattiq qo'ldan bermay, vaqt elib saqchidan darhol ko'rishib, mening ustimda azi turg'izib deb ketdim. Dunyo Uyg'ur qurultiyiga kirganlik, Jungo Kommunistik Partiyasiga kirganlik men yana bir qitim deb beray. Dunyo Uyg'ur qurultiyining ichida cho'ng jasuslik yo'llari bor. Men bilmayman. Sen qarshimga chiq, andan keyin men sening qarshingga chiqqancha sen nim bo'ldig'ini chaqni bilsam. Dolqin Aysa apandim, mana men inniq qilib chiroyim bilan men o Rabiya Qadr emasmi, men unda tinib oladigan yoki uni buni qiladigan. Men nega bo'lsam dedim yoki uni buni hammasiga javob bera olayman degan gapimga. Dunyo Uyg'ur qurultiyi faqat shu Xitoyning manfaati uchun kurash qildi chatali. Uyg'ur uchun manfaat uchun kurash qilib baqqan qurultay emas. Xitoyning qurultiyi emas, u yolg'iz boshqa kuchlarning bor o'ynaydigan. Ama men bilib men qo'limga isbotlik tushirib Xitoyning kuchlari. Boshqa cho'ng Angliyadagi oilaliklar deb qo'ydik, Amerikadagi u bo'lar ekan, uni bilmayman. Mening biladiganim Xitoyningki qanchalik o'ynaydiganini. Shunaqa Dolqin Aysa apandim, siz maqitim kelgan chog'da Shvetsiya bexatarlik idorasiga men vaqt qarab kompyuter
Xitoy ishlar bölümü bilan ko'rishma deysizmi? Men deb beray sizga bilmasangiz. Dilshod Rashidni ilib kirsangiz, biladi Dilshod Rashidni tanıydı-ku deyman. Babur Maqsudni tutgan chog'da bir chaqirtgan-ku buni. Aydirimlar bilan yurib ketgan qo'sh ikisi. Ya. Şadiyan 9'dan düştün ki saat 4:30 asanglar bo'ladi ekan. Xitoy ishlar bölümü jumi. Gaplashimiz, shunda bizni Shvetsiyada bir bola qarlab ketib bordi. Mundaq deb ketib bordi deb Dilshodni ilib kirib, qilsanglar men chaqirsam, men gaplashsam bo'ladi. Meni o'g'il chaqirtmasin biladi ular. Kirsanglar bo'ladi juma Dolqin İsa efendim. Endi gap qarindoshlar, agar kimda atrofingizda yaxshi bir tavsiyalik odamlar bo'lsa, og'zini buzmaydigan, shu davoni chiroyli olib ketadigan, hamda u Dilyarninki o'zininki uslubi bor. O'zi chiqib, o'zining qanday so'zlaydigan. Meningki o'zimga tushliq uslubim bor. Shu ay shu kunlarda men dedim-ku, ulug' kunlarda. Mushu xotinni bir tashlanga o'tin men bo'lib beray dedim. Uningdan ortiq rasvo gap bo'lmaydi. Uningdan ortiqmi jiq gap bo'lmaydi. Nimishga desanglar qarindoshlar o'ylab beqinglar. Kim do'zaxga kirishni xohlaydi? Shaxsan men shu xotinni ko'ydirish uchun Xudo meni mujdan o'tin qilib ber dedim. Amaliyotda kerakmi menga do'zax? Menga do'zax kerak emas. Kim xohlaydi do'zaxga kirishni? Shu go'ylarninki millat setavatganiga, ma'vo xalqni mandaq qilayotganiga, ma darajada achchiq qo'g'ashdan, ma darajada ichimizda hasrat to'lib ketgachga shuningga shundaq deymiz. Men bu naq maydonda unda bo'lsa to'xtatay qarindoshlar. Xudoyimga omonat. Sidiqajim javobingizni kutaman unda bo'lsa, juma. Siz mening oldimga chiqing, ayolingiz Zumratadashning oldiga chiqsin, juma. Unda bo'lsa Xudoyimga omonat qarindoshlar. Amon bo'linglar.